O'zbekiston kuni Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga 3 fevralda amalda bo'lgan qimmatini belgiladi. Unga qarab, dollarning rasmiy kursi 17,01 so'mga oshdi va 12 million 242,17 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 37,28 so'mga pasaydi va 14 million 522,89 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 2,11 so'mga tushdi va 159,90 so'mni tashkil qildi. Xitoy yuani 2,98 so'mga oshdi va 1761,29 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun narx esa 183,500 so'mga tushdi va 1,973,500 so'mni tashkil qildi. TradingView ma'lumotlariga ko'ra, bugun 2 fevral Toshkent vaqti bilan 16.000 soatda Bitcoin kursi 62 million 8204 so'mga tushgan va 948 million 608,096 so'm etib olingan.